Xitoyning dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Latviya Rossiya bilan chegarada ajdar tishlarini o'rnatishni boshladi. Baydenni qayta saylanishdan chiqishga kim ko'ndirgani ma'lum bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlarida tarvuz bozorida murakkab vaziyat yuzaga keldi. Istfruit. Kreml Baydenning saylov poygasidan chiqish haqidagi qaroriga izoh berdi. Isroil G'azodagi gumanitar zonada operatsiya o'tkazishga tayyorlanmoqda. Germaniya TIV Rossiya haqida keskin fikr bildirdi. Eron Husiylar Isroilga hujumni qachon to'xtatishini ma'lum qildi. Latviya Rossiya bilan chegarada ajdar tishlarini o'rnatishni boshladi. Latviya Rossiya bilan chegarada ajdar tishlari deb nomlangan tankga qarshi to'siqlarni o'rnatishni boshladi. Bu haqda Yevroparlament deputati Riga sobiq meri Nil Ushakov ma'lum qildi. O'zining Telegram kanalida o'rnatilgan beton istehkomlar chizig'i ajdar tishlari tasvirlangan videoni joylashtirgan. Latviya, Estoniya va Litva yanvar oyida Rossiya va Belarus bilan chegarada mudofaa chizig'i qurilishini ma'qullashga kelishib olgan edi. Polsha mazkur tashabbusga iyun oyida qo'shilgan. Ushbu davlatlar rasmiylari yaqin yillarda o'z chegaralarida mudofaa zonasi yaratish niyatini bildirgan. Tashabbus mualliflariga ko'ra, Rossiya va Belarus bilan chegarada mudofaa chizig'i Yevropa ittifoqi Moskvadan kelayotgan harbiy tahdidlar va boshqa xavfli harakatlardan himoya qilish uchun zarur. Aprel oyida Financial Times Sharqiy Yevropa davlatlari Rossiyadan hujumga tayyorlanayotgani, ularning fikricha, Ukrainadagi mojaro tugaganidan keyin hujum qilishi mumkinligi haqida yozgan edi. Rossiya rasmiylari Moskva va boshqa davlatlarga, jumladan Shimoliy Atlantika alyansidagi davlatlarga ham hujum qilishni rejalashtirayotgani haqidagi da'volarni bir necha bor rad etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bunday bayonotlarni bema'nilik deb atagan. Baydenni qayta saylanishdan chiqishga kim ko'ndirgani ma'lum bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden 2 nafar eng yaqin maslahatchisi bilan uchrashuvdan so'ng qayta saylanishga urinishdan voz kechishga qaror qildi. Bu haqda Politico xabar berdi. Bayden 21-iyul kuni ikkinchi muddatga saylanmasligini e'lon qilgan edi. U o'z vitse-prezidenti Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump Harrisni mag'lub etish unga ancha oson bo'lishini bir necha bor ta'kidlagan. Politicoga ko'ra, 20-iyul kuni Bayden o'z shtab-kvartirasiga saylov kampaniyasi qizg'in pallada ekanini aytgan. U 2 nafar eng yaqin yordamchisi bilan uzoq suhbatdan keyin o'z pozitsiyasini o'zgartirgan. Manbalarga ko'ra, Mike Donnellan va Steve Ricketty Baydenning Delawaredagi uyiga kelgan. Donnellan va Ricketty Baydenga uning to'xtab qolgan mablag' yig'ish kampaniyasi haqida ma'lumot bergan va noyabrdagi saylovlarda g'alaba qozonishning iloji yo'qligini tasdiqlovchi jamoatchilik so'rovnomalarini taqdim etgan. The Wall Street Journal'ning yozishicha, aynan Donnellan va Ricketty Baydenning prezidentlik poygasidan chiqishi haqidagi bayonotni tayyorlashga yordam bergan. Markaziy Osiyo davlatlarida tarvuz bozorida murakkab vaziyat yuzaga keldi. Istfruit tahlilchilariga ko'ra, O'zbekistonda va Markaziy Osiyo va boshqa mamlakatlarda tarvuz bozorida murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Bu poliz ekini yetishtiruvchilari tarvuzga talab yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Ayrimlar ularni dalalarda terimsiz qoldirib ketishga majbur bo'lmoqda. Ba'zi dehqonlar tarvuzni faqat chorva mollarini boqish uchun yig'ib olyapti. Istfruit kompaniyasining ulgurji narxlari monitoringi shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston bozorida yangi pishgan tarvuzning kichik ulgurji narxlari hozirda rekord darajada past bo'lib, har 1 kilogramm uchun 8 sentni tashkil etadi. Biroq bu allaqachon tanlab olingan, bozorga yetkazib berilgan va sotuvga qo'yilgan mahsulotlar uchun narx. Pastroq narxda tarvuz savdosi shunchaki foydasiz bo'lmoqda. Narxlarning arzonlashishi va O'zbekistonda tarvuzga deyarli talab yo'qligining asosiy sabablaridan biri uni asosiy bozor Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketdi va ayni damda bu mamlakatda tarvuzning ulgurji narxi taxminan uni O'zbekistondan jo'natish narxiga teng. O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa ittifoqi mamlakatlarga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq, deydi BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti sarmoyaviy departamenti iqtisodchisi Andrey Yarmak. Meva-sabzavot biznesi bo'yicha xalqaro ekspert Baxtiyor Abduvohidov Tojikistonda ham vaziyat shunga o'xshashligini qayd etgan. Fermerlar kichik tarvuzlarni hammaga tekin tarqatmoqda, lekin katta tarvuzlarni hech bo'lmaganda biron bir narxda sotish mumkin, deydi Abduvohidov. Kreml Baydenning saylov poygasidan chiqish haqidagi qaroriga izoh berdi.
Bu bizning ishimiz emas, bu amerikalik saylovchilarni qiziqtirishi kerak bo'lgan mavzu, dedi Rossiya rasmiysi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Peskov Jo Baydenning AQSh prezidentligi uchun saylov kampaniyasini tark etish haqidagi qaroriga izoh berdi. To'g'risini aytsam, so'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarda sodir bo'layotgan voqealar bizni hech narsadan ajablanmaslikka o'rgatdi. Shuning uchun biz unchalik ajablanmadik, dedi Peskov. Gap AQSh saylov kampaniyasi haqida ketmoqda. Dunyoning eng yirik davlatlaridan birida saylov kampaniyasi haqida gap ketayotganini tushungan holda aytamiz. Bu hali ham bizning ichki ishimiz emas. Bu bizning kun tartibimiz uchun ustuvor mavzu bo'lishi mumkin emas. Va albatta AQSh amaldagi prezident va prezidentlikka nomzodning qarorlarini baholash biz uchun emas. Bu amerikalik saylovchilarni qiziqtirishi kerak bo'lgan mavzu, dedi Peskov. Shu bilan birga Peskov Moskva Qo'shma Shtatlaridagi voqealarni juda yaqindan kuzatayotganini tan oldi. Jurnalistlarning AQSh vitse-prezidenti Kamala Harrisning ehtimoliy demokrat nomzodi haqidagi savoliga Kreml vakili uning nomzodini ikki tomonlama munosabatlar nuqtai nazaridan baholay olmasligini aytdi. Chunki hozirgacha uning ikki tomonlama munosabatlarimizga qo'shgan hissasi yo'q, dedi Peskov. Isroil G'azodagi gumanitar zonada operatsiya o'tkazishga tayyorlanmoqda. Isroil armiyasi qo'mondonligi G'azo sektori janubidagi gumanitar zonaning bir qismidan tinch aholini evakuatsiya qilishga buyruq berdi. Bu haqda BBC xabar berdi. So'nggi 2 hafta ichida Isroil ushbu hududga bir necha bor havo hujumlarini amalga oshirdi. Oqibatda jami 90 nafar tinch falastinlik halok bo'ldi. Bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlash mumkin emas. Isroil zarbalari Hamasning harbiylashgan qismiga qaratilganini da'vo qilmoqda. Endilikda Yahudiy davlati armiyasi ushbu hududdagi operatsiyaning quruqlikdagi bosqichiga o'tishga hozirlik ko'rmoqda. Gumanitar zona 2023-yil oktyabr oyida Hamasning Isroilga hujumiga javoban Yahudiy davlat operatsiyasining boshidayoq armiya tomonidan belgilangan. U yerda shu paytgacha hech qanday jangovar harakatlar bo'lmagan va gumanitar yordam ko'rsatilgan. G'azoning shimoliy qismida yashovchi falastinliklar ham ushbu zonaga ko'chirilgan edi. Isroil harbiylariga ko'ra, hozirda Hamas jangchilari xavfsiz hudud hisoblangan Xon Yunus chekkasida joylashgan. U yerda Isroil armiyasiga qarshi raketa va artilleriya otishmalari olib borilmoqda. Yahudiy davlati gumanitar hudud chegaralarini Al-Mavasiygacha qisqartirib, aholini shu yo'nalishga evakuatsiya qilishga qaror qilgan. Germaniya TIV Rossiya haqida keskin fikr bildirdi. Rossiya Yevropa uchun ulkan tahdidga aylandi, deya Germaniya TIV rahbari Annala Baerbock X ijtimoiy tarmog'ida post qoldirdi. Bugungi kunda Rossiya biz uchun va Yevropadagi tinchligimiz uchun eng katta tahdiddir, dedi u. Baerbock shuningdek, G'arb go'yoki Rossiya bilan boshqacha munosabatda bo'lishni xohlayotganini, ammo hech narsa natija bermaganini aytgan. Iyun oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning NATOga hujum qilmoqchi ekanligi haqidagi da'volarni bema'nilik deb rad etgan edi. Uning ta'kidlashicha, bu G'arb tomonidan o'z fuqarolarini aldash va o'zining hukmron mavqeini saqlab qolish uchun qilinmoqda. Bundan avval Baerbock Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATOni urushga tortish istagida ekanini aytib, Ukraina bo'yicha muzokaralarni rad etishda ayblagan edi. Bundan tashqari, Baerbock Putin g'alaba qozonsa Yevropada xavfsizlik va xalqaro tartib xavf ostida qolishini ta'kidlagan edi. Shu bilan birga vazir Ukrainaga Yevropa ittifoqi qo'shinlarini yuborishga qarshi chiqqan. Eron xususiylari Isroilga hujumni qachon to'xtatishni ma'lum qildi. Yaman shimolida hukmronlik qiluvchi Ansoralloh harakati Isroil Falastinga bo'lgan tajovuzini to'xtatishi bilanoq unga hujum qilishni to'xtatadi. Bu haqda Eron TIV matbuot kotibi Nosir Kananiy haftalik matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Yaqin Sharq mintaqasida inqirozning kuchayishini bartaraf qilish shart bo'lgan Qo'shma Shtatlar Isroil sodir etgan jinoyatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak. Xalqaro hamjamiyat Isroil rejimining qotil mashinasini to'xtatsa tinchlik keladi. Isroil rejimi tajovuzni to'xtatgandan so'ng Yaman milliy najot hukumati ham rejimga qarshi hujumlarni to'xtatadi. Qo'shma Shtatlar Isroilning jinoiy harakatlari uchun jiddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi va mintaqadagi inqirozning kuchayishiga to'siq bo'lishi kerak, deydi eronlik rasmiy. Avvalroq Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya Xudaydagi husiylar pozitsiyalariga 5 marta havo hujumi uyushtirgani haqida xabar qilingan edi. Hodisa natijasida Xudayda portidagi yoqilg'i baklarida katta yong'in boshlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.